Dua eyleyi yaratgan Perverdigar, İki dünya yarı kılgın yüzlerimni ta hayatman aytadirman tekrar Min oğulga alishmayman qizlarimni Min oğulga alishmayman qizlarimni Taqdir meni so'qmog'idan yo'l ochsa ham har bir bosgan qadamimdan gul sochsa ham boshlarimdan har kun tilla zar sochsa ham Min o'g'ilga alishmayman qizlarim Min o'g'ilga alishmanglar qizlaringizni Qarsaklar bo'lib tursin qarsak bo'lib tursin qarsak Yarashadi sochimdagi qirovlarim So'nmagan hech yurakdagi olovlarim Yaxshi bo'lsak o'g'il bo'lar kuyovlaring Min o'g'ilga alishmayman qizlarim Min o'g'ilga alishmayman qizlarimni Yaxshi bo'lsak o'g'il bo'lar kuyovlarim Min o'g'ilga alishmayman qizlarimni Min o'g'ilga alishmayman qizlarimni Oxir ashlashib o'tgandan so'ng O'rtada bir qarsak bo'lsa, bir qarsak bo'lib tursin. Teşekkürler. Sabır kıling, acizlarga Tengri yardır. Men kıyamet sınavsan saçım kardı. Kırsama. Kızlarımdan bölek yana kimin vardır? Min oğulga alışmayman kızlarımni. Meyli benim başım bu bir kem dünya. Meyli benim köz yaşlarım bolsun derya. Oğul kadri canımdan ötsün ama Min oğulga alışmayman kızlarım Min oğulga alışmayman kızlarım Oğul kadri canımdan ötsün ama Min oğulga alışmayman kızlarım Min oğulga alışmaylar Barıştadı kızlarınızı Qarsak bo'lsin qanimi qarsak, jonliroq qarsak. Abo boshqa o'rtoqlar. Ben mayli pul qistirmang, lekin qarsak bo'lsin, qarsak sababi ilhom beradi menga. Pullaringiz kerak emas. O'zi bu to'yga dogovor bilan kelmaganmiz, tekinga kelganmiz. Lekin shunda ham qistirmanglar. Jasur o'zimizni ukamiz. Men qarayapman, kayfiyat yo'qda sizlarda.
kelib aylanib aytsam stolda aroq yo'q ekan. Sizlarda kayfiyat yo'qligining sababi aroq yo'q ekan. Shuning uchun men sizlarga kayfiyat berish uchun 1-2 ton balandroqdan aytdim, sababi qiynalsam ham sizlarni bir xursand qila olmaymanmi, kayfiyat bera olmaymanmi deb. Ish qilib amalladimmi yo o'xshamadimi? Bir qarsak bo'lsin qani. Alqishlagan qo'lijonlaringiz dard ko'rmasin. Men onajonlarimdan uzr so'rayman. Ming o'g'liga alishmayman qizlarimni. O'g'il farzandi yaxshi. Lekin qiz otani nasl tarqatuvchi o'rtoqlar. Shuning uchun ham men bu ustozimizni ashlasi Sohibjonni yozib juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham har to'yda aytaman shu ashulani. Ava. Endi men Jasurjonni, qo'm qarindoshlarni, opa singillarni, onajonlarimizni davradagi barcha yaqinlarni raqslarga taklif qilsam, sizlar ham chiqib raqslarga tushsanglar, barchalaringiz nozaki tojikcha medonat. Tojikistondan kelgan mehmonlar uchun. Jasur bir tarafi tojikistonliklar. Buxoro, Tojikistondan ham bor mehmonlar. Shuning uchun ham Tojikistondan kelgan mehmonlarning hurmatiga birinchi sho'x ashulani tojikcha ashula bilan boshlaymiz. Hamma onajonlarni raqslarga taklif qilaman. O'ynamagan qolmasin. Hammaga yaxshi kayfiyat. 1 2 3 4